Bu darsimizda ma'lumotlarni tartiblash yoki bo'lmasa saralashni ko'rib chiqamiz. Biz yana bitta list ocha olamiz. Misol ismimizda Shahzod deylik, Bekzod deylik, Olim deylik, yoki da Azizbek deylik, yoki da boshqa ismlar bor edi. Familiya bo'yicha esa Yoqubov, Ismatov, Berdiyev, Monopov. Shunaqa turli xil familiyalarimiz bor. Buni tartiblashimiz kerak. Buni qanday qilib tartiblashimiz? Alifba bo'yicha tartiblashimiz kerak bo'ladi. Buni qanday qilish kerakligini men sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Polni belgilab olamiz edi. Satrovka va filtr bordi. Mana Adan yagacha avtomatik menga belgilab ber deyapmiz. Okey qilyapmiz. Avtomatikani belgilab beryapti. Ko'raysizlarmi? Endi xuddi shu narsaga biz filtr qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Bu satrovka qilish bo'lsa, mana satrovka Adan yagacha deyapti. Biz esa yadan agacha qilsak ham bo'ladi. Yoqubov, Monopov, boya boshqacha edi. Endi biz mana shunga, ya'ni mana shu ustunga filtr qo'yishimiz kerak. Filtr qo'ysak, mana bunga bo'lib qoldi. Bu xato. Aytaylik bizda tumanlar bor-da, mana aytaylik Sirdaryo, Boyovut, Xovos tumanlarimiz bor. Sirdaryoda 450 kishi ishlaydi. Aytaylik-da, Boyovutda 120 kishi ishlaydi. Xovosda 480 kishi ishlaydi deb hisoblab olsak. Endi mana shunga biz filtr qo'yib qo'yamiz. Mana filtr qo'ydik. Yoki da tuman nomiga qo'yamiz. Tuman nomi soni. Tuman nomiga bir marta filtr beramiz. Bunga biz umumiy filtr berib oldik. Endi bizga faqat Boyovut tumani kerak deb olsak, Boyovut tumaniga belgilab okey qilsak, faqat Boyovut tumanini belgilab beradi. Mana shu satrovka bu tartib raqamini bersa, filtr esa aynan bizga kerak bo'lgan joylarni ko'rsatib beradi.